Türkiye Tabiiy Afat ve Ciddi İşler Taqabul Turish İdarəsi İzmirdə yüz bergan yer təvrəşdə cənətdən ayrılğanlar sanının 86 ga chiqqanligini, 962 kishining yaralanganligini e'lon qildi. 30 oktyabr Ankara vaqti 14:51 minut o'tganda Agi dengizida Izmirning Safarihisar noyisiga 17 kilometr keladigan dengiz tavalligida 16,54 kilometr cho'nqurlikda 6,6 bal yer tavrigan edi. Egilinishcha dastlabki tekshirishda 20 ga yaqin bino o'rilib tushib, ko'p sondagi binolar og'ir ziyonga uchragan. Xarobelikning ostida qolganlarni izlash qutqizish ishlari yana jiddiy davomlashmoqda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o'zining rahbarligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Van viloyatlik Atatürk shahar tantarbiya zalida o'tkazilgan 7-navbatlik favqulodda yig'inda Izmirda yuz bergan yer tavrash ofati to'g'riliq to'xtalganda, yer tavrash yuz bergandan keyin ministrlarimiz, parlament a'zolarimiz, barliq davlat organlarimiz, Turkiya Qizilay jamiyatimiz, Jiddiy ahvollar taqabul turish qo'mondonlik markazimiz murini-muriga taraf ko'rash qilib, Izmirlik qarindoshlarimizning dardiga darmon bo'lishga tirishdik. Izmirdagi yer tavrash ofatida uy makonlari o'rilib tushgan fuqarolarimizga inshaalloh eng qisqa vaqt ichida yangilarini selib topshirib beramiz degan. Anadolu agentligining xabar qilishicha, cho'ng yer tavrashdan keyin 196 qatim qoldiq yer tavrash yuz bergan bo'lib, ularning 23i 4 baldan yuqori ekan. Izmir Turkiyaning 3-cho'ng shahri bo'lib, Gretsiya bilan chegaralanadigan Agi dengiz bo'yig'iga joylashgan.